Aktrisa Rayhon Asadova styuardessalikni boshladi. Endilikda u yangi yo'nalishda o'zini sinab ko'rmoqda, ya'ni Qatar havo yo'llari aviakompaniyasida styuardessa sifatida ish boshladi. Bu yangilik ko'pchilikni ajablantirdi. San'atdagi muvaffaqiyatlardan so'ng u endi osmonni zabt etmoqda. Rayhon har doim o'ziga yangilik izlaydi, orzular sari dadil yuradi va bu safar ham u boshqa bir yuksak marrani tanladi. Endi u har bir parvozi bilan nafaqat yo'lovchilarga xizmat qiladi, balki o'z orzularini ham ushaltirmoqda. Bu uning jasorati va o'z ustida ishlashining yorqin namunasi. Rayhon endi osmon uzra porlaydi. Aktrisa Rayhon Asadovaning ijodini yoqtirgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Munisa Rizayeva endi blogerlar bilan video olishni boshladi. Kecha Bobur Mansurov bilan, bugun esa Mittimi jamoasi bilan video olmoqda. Gap shundaki, Mittimi jamoasi a'zolari va Munisa Karima Rizayevalar kontent olish jarayonida tarsaki urish sahnasi bor edi. Ammo bu video jarayoni ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini muhokamalarga chorladi. Unda Karima Rizayevaning Mittimi jamoasi a'zosi Ulug'bekning yuziga tarsaki urgani ko'riladi. Tarmoqlarda ushbu jarayon Vine video uchun maxsus olingani ochiqlandi. Mashhurlar uchun like bosishni unutmang. Valijon Shamsiyev mashhurlar orasidagi eng ko'p farzandi bor mashhurlardan biri. U nafaqat ko'p farzandi bilan, balki qalbdagi samimiyligi bilan ham ajalib turadi. U aytadi: "Ota-onam yuzini ko'rmadim, faqat sevgisi va duosi meni hayotimga yorug'lik bo'ldi." Bu hayot sahnasida har kim katta marralarni zabt etishni orzu qiladi. Lekin bu yutuqlar shunday bo'ladi agar yoningizda sizni hech qachon tark etmaydigan, har bir qadamda yuragingizni his qiladigan ota-onangiz bo'lsa. Aks holda eng ulkan yutuq ham qalbingizga tatimaydi. Valijonning so'zlari shunday chuqurki, hech narsa ota-onaning mehrida, ularning ko'zlaridagi ishonchdan ustun bo'la olmaydi. Qiziqchi Valijon Shamsiyev uchun like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sira xabarlar hali oldinda.